Brat. Shoshma. Hamma do'stmi? Da, hamma joy do'sti. Shoshma. Qara. Suv tegmali boshlanyapti. Kompyuter mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kiyotisiz, zo'r tema botidasiz. Qoching ana. Ancha qo'y. Ana, chimadan. Bering menga. Kamerani, o'sha kamera sho'ling kompyuterga. Bizning tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Hop, tashqarida qanaqa klon keldimi? Ay, bilet qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Hop. Stop, manimcha. Ol buni o'zing sumka qil, bermang chimadanni. Qaqa bekitamiz chamadonni. Men bilaman, chimadan qaqa berishsa, o'zi shoshib kimdir keldimi? O'zi yoki biz prosta qo'rqamiz. Prosta svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi? Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi mana buni gumdon qilish kerak, qaqqadir bekitaylik. Chimadannimi? Ha? Hop, chimadanni-ku bekishamiz, lekin hozir nimaga svet o'chgan bilishimiz kerakmi? Albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildi-ku o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku, biroz xarsar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'zi yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Knopka bosasa ishlamadi, xuddi rasmga o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmay chiqaylik, qop tashqariga chiqaylik prosta. Mana qaranglar. Stop, jim tur. Qanday qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizni do'chkanmi shunda? Atrofda o'chmagan. Kirchi bu yoqqa. Ya o'rtoqlar. Har doimgidek svet o'chib, klonlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, prosta hech kim yo'q. Va nimaga faqatgina bizni svet o'chdi? Bu qanaqa bu qiz bu qanaqa bu? Jim bo'lib qoldi. Nimaga qarabdi? Shoshma, nimada ko'rib qoldi? Sen ham tinchlik. Brat. Ket. Kim bu? Men birinchi olmasman bu yerda, iltimos. Bu qanaqa klon? Qiz bola bu. Hop, saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Kompyuterdagi saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Qiz bolaligi meni xursand qildi. Ha, sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Voy, nima qilyapsan bizda? Bor ket. Yuzni yaqinda. Qo'lidagini qarang. Bu qo'lida o'yinchoq. Bizdan o'yinchoq ana. Buni qarab bizdan ko'rib qoldi, nechtadan ko'rib qoladi. Chiqir tez. Ol. Eshik bizga. Eshik. Yo, panjarasi bor mana, temir. Giperaktivda ya. Yo, shoshma. Nima deyapti bu? Nima kerak senga? Xafa qilma, meni deyapti. Nima xafa qilamiz biz buni? Jinnimiz asani. Qo'lingni sop tepa chiqaylik, biz tepa chiqaylik. Ketdik. Bu eshik yopiq, kirolmaydingiz. Da. Derazalar yopganmisizmi? Deraza yopiq. Yo'q, bolalar. Bu hazil emas bu umuman. Ikkinchidan, biz o'z chimadanni bizdaligi endi 100%. Ya'ni bizni chimadan bizdadaligini ko'rsatib qo'ydik o'sha. Vohira aytdim deb bekitaylik deb tushundim. Aka, vaqt yo'q edi. Set уже o'chgandi. Qarang, men qanaqa o'ylagandim? Klon chaqiraman, o'sha pumbamida nima edi, anu semizmidi? O'sha klon chaqiraman, klon kelgungacha aka har doim bizda vaqt bo'lgan. Biz har doim vaqtimiz bo'lgan. Har doim oldindan yashirib qo'yganmiz. Hozir qarang. Itim bu deb biz pumba degan klonni chaqirdik. Bu qanaqadir qiz bola. Da, rostdan ham. Qo'lida ayiqchamiz bizani qidirib yurgan. Pumbani chaqirgan bo'lsa, nega qiz bola keldi? Hop, tikko nayog'i bundan nima qotdi? Yo, xolos, savollar вообще ko'p. Birinchi chimadan yashirish kerak. Hop, bu yoqqa kelinglar bo'lmasa. Mana bu shkafga yashiramizmi? Ya bu shkafga bilinib qoladi-da, lekin Tepasigacha, bo'yi pastroq edi. ha, da, qaramaydi deysizmi? Ko'rinmaydi-da. Kallasi ham kelmaydi. Vot, umuman ko'rinmayapti. Aniq ko'rib, lekin uzoqdan qarasa ko'ryapti-da. Avval bu tarafga bilmaydi demoqchisiz. Hop, qarang. Kitobni yashirdik. Endichi Bilsang, oldingilari bilan ozgina gaplashsak nimadirlarni tushunardik. Bir gaplashib ko'rmaylikmi? aka, bu gaplashadigan so'z yo'q, o'tda menimcha. Yo, gapiryapti-ku, xafa qilmamani deyapti, chamadan deyapti. Afsus, sezsanmi? Boyda meni akam qichib qotdilar. Qiz bola bo'lsa, zo'r bola, qiz bola kelgani. Sizga prikol bo'lsa bo'ldi. Qara, qiz bolani ko'nglini olish osonroqdi-chi, o'g'il bolaga qaraganda. Sherigimmi deng, eng yaxshisi. Qara, kulvordi bilan. Tushunarman. Kulib yubordi. Qamayl, hop qarang. Hop, ana endi hazilsiz jiddiy aytganda, esingizda turibmi? Yo'q. Esingizda kim bo'lsa? Yo'q. Esingizda turibdi-ku, kim? Qo'l izi u. Da, qo'l izi. Qanaqa odam deb ko'ryapti, voy. Qo'l izi bu. Kulib turibdi ekan, brat. Yo'q. Bor yaqindan ol. Sezmadim ham. Mana bitta turibdi ekan. Zo'dan bu qo'l izi bo'lib ko'rindi. Opona, Do'stlar, to'g'risini aytsam, hali shoshma. Ol birinchi o'rinda like bosinglar. Chunki bu videoga 105 ming like va albatta obuna bo'laylik.
chunki bu videodan menga 30 ming yangi obunachi kelish kerak. Shuning uchun iltimos hozir bo'shatib bajaring, chunki bu serial davomi bo'lishi kerak. Chunki qaranglar qanaqa yangicha klubga o'tdi. Ishi yopiqmi? Da, yopiq. Tekin men brat. Omoniki Gambit eshikni ochmoqchi. Yo'q, albatta. Gambitga bog'lab qo'yamiz lekin. I Serios bog'lab qo'yamiz, eshik ochmang iltimos. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu klonning qo'lida Chikoni ayiqchasi bor. Bizga mana shu ayiqcha kerak. Shuning uchun ham biz bu klonni haydab yubormaymiz. Ya'ni bu klonni yashnab turmaymiz, chiqib gaplashib ayiqchasini olishimiz kerak. ayiqchasi qarang, qani. Ayiqchasini ko'rdingizmi? Men ko'rmabman buni. Derazaga yaqinlashsam, beliga bog'lab olganmi? Qo'lida ayiqcha turibdi. Biz plan qildik. Ayiqchani olsak baxtli bo'lamiz. Men ham xuddi shuni aytaman. Lekin qanaqasiga olamiz? Qarang. Hey! Isming nima? Ism bormi? Meni ismim bormi? Ha, kel, men ko'yinini olib beraman senga. Ismingiz nima? Brat. Qo'rqyapman. What is your name? Shoshmang, nima dotdi? Nima dotdi? Xafa qilma meni. Qara, xafa qilma. Mencha buni xafa qilyapmiz. Brat, kelinglar bu yoqqa. Mendagi fikrim noaniq bo'lib qoldi. Qo'lda qattamama ayiqcha. Biz bu yaxshi qanaqasiga biz olamiz? Biz Pumani chaqirdik, qiz keldi. Qiz ham bekorga kelmadi. Biz ayiqchani unutib qoldirganimiz uchun qiz как будто bizga olib keldi. Aytgan bo'lsang, ular qaranglar bizga yordam berayotgandaymi? Shu bor, o'ziga maqsad qilib, ana развлеченияsi uchun bizani o'ynatadi, bilasan, o'yinlar bor. Ha, yana biz qo'rqyapmiz-ku, bulardan qilib. Omon aka. Nima? Ham bu qiz bola klon sakrab tepaga chiqib ketdi. Ana qarang, mana qarang, eshiting. Jinnimsan hozir? Ovozni eshityapsizmi? Shoshma. Jinnimsan? O'tirmashib tepaga chiqib ketdi. Yurgim derazani ham ochdim. Hey, kitob tepada-ku. Davay to'xtinglar, yuraylik. Qaranglar kitob. Brat. Qani. Brat, qochib ket. Tashqari. Ket. Gambitga yuring. Gambitga. Qoching, brat. Yo'qol. Bu yoqqa maqsud bu yoqqa. Qayerdadir yashab olish kerak. Ya, Gambit nima qolib ketdi? Ichkarida Gambit. Yo. Bu yoqqa mana kim edi? Bir oyog'ining qatlab yurimiz. Bu do'stlar, Gambit yana qolib ketdi. Nimaga qolib ketaveradi Gambit? Yana menimcha uni ko'zi oqarib qoldi. Ko'rdingizmi ko'zini? Men ko'zini ko'rganim, ko'zi hali oqargani yo'q, bular tuhmat qilmang, ya. Ayiqcha yana tim bo'li. Biz o'sha ayiqchani olib qo'yishimiz kerak uni qo'lidan. Hop, ayiqchani olishni yaqinlash kerakmi? Oldiga bora olasanmi? Shu qichqirayotgan shallaqlik qilishayotgan oldiga bora olasanmi? Menimcha bizga yordam kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda bizga kitob yordam beradi. Kitobdan ma'lumot olish uchun kitob olish kerak. Hop, kitobga boramizmi o'zi? Qanaqadir Gambit chalg'itib tursa zo'r bo'lardi bizani. Gambit klon bo'lib yotibdi. Bu yoqdan ko'ra chiq, qarab bor, ancha qarab kel. Shu tamyon o'zi. Lekin to'g'ri tushunmayman nima qilish kerak ekan, do'stlar. Umuman tushunmayman. Mana bu klonni vonitda bo'lgan baqacha. Qotqoma maqsud. Qoching. Kir. Yo'q. Qoch, yoping. Yo'q. Qara. Shoshma. Onasini ertaga sirtib yonmasa. Uch chiqishmi? Shuni yonish kerak emasmi bular? Nima bu? Gambit aka, brat. Gambit aka. Voy! Yo'q. Stop. Gambit. Yaqin yuzlarini ko'rmayman. Gambit. Yaqin. Fanar tut. Gambit aka. Brat, Labiga nima qildi? Stop. tishlab oldimi labidan ham bu klon qiz? Nima qilding Gambitni? Qarashni qara. Ko'zini olgin. Gambit aka. Nima qilding Gambitga? Nima qilding? Brat, kitobni Gambit topib bergan bo'lsa-chi ham bu klon qizga. Chunki Gambit bilardi kitob qayerdaligini. Day tekshiraylik, brat. Chiq. Kitob post kelib qoladimi deyman-da. Chimidan ochiq. Oching. Bilak kitob o'g'irlagan. Yo'q, bo'ldi. Mana qog'ozni nima qilaman men? Kitob o'zi joyidami o'zi? Da, do'stlar, kitob joyida. Va bizga hozir Tikkoning eng nozik joyi degan ayiqcha kerak. Va bu klonni ismini dash bilmaymiz ham, ha? Ismini aytmadim men shuncha payt baqirib ham. Faqat meni xafa qilmanglar deb yuribdi. Просто Gambitni ko'rdinglarmi og'zini? Og'zidan tishlab olgan Gambit. Gambit og'zidan tishlagan deydimi? Qon bo'lib yotibdi-yu. Ha, qizni og'zi qonmas-ku, ikkalasi og'zi qon bo'ladi. Nima qildi unda? Qayerdan bilaman? Balki og'zidan qon kelganda biladi. Shoshma qara. Kitob shotdi. Baribir o'sha savol joyida qoldi, Maqsud. O'sha savol joyida qoldi. Tez bitta qon
Qani yashirin olaylik biza. Bilib, mana buni qara, hech bo'ldi yo'q. Uy ham vashqa g'alati. Hali ham o'sha savol joyida. Aynan Chikkoni o'yinchog'i bu nima qotdi? Kim bu? Может, bu sevgilisi uchun qasos olishga kelgandir bizning oldimizga. Hozir sen aytmoqchisanki, bu qiz Chikkoni xotini Da. va biz Chikkoni xafa qilganimiz uchun bu bizga qasos olishga keldi demoqchisan. Shunaqami? Da. Bunaqa bo'lganda bu buni aytardi-ku, aytmayapti-ku. Faqat xafa qilmanglar meni, xafa qilmanglar meni. Biz unga nima qildik-ku, xafa qilmanglar. Naborot, u yana gambit klon qotdi. Va qaysi paytda ko'rgansan gambit klon bo'lganda og'zidan qon kelganini? Menimcha, shuncha paytdan beri Gambit klonga aylanishni boshlardi va endi prям juda ham mana kuchaydi. Odamda kasallik bo'ladi-yu, kuchayib boraveradi. Demak, gambit borgan sari klonga aylanib demoqchimisan? Yo'q, hamma savlaganchalik emas, shoshma. Bu qanaqadir yechim bo'lishi kerak. Biz hali Gobli aytgandagidek o'yinchoqni ichida hali ochganimiz yo'q. O'yinchoq olish kerak. Tushunsan? Maqsad shu dedi. Kim bu? Kim? Klon Gambitga sizmisiz? bu Gambit emas. Давайте faqat Gambit biladigan savolni berib ko'raylikchi Gambitga. Ochga? Qarang, Gambit aka, agar rostdan siz bo'lsangiz, biz hozir nima qilamiz o'zi вообще? Bekinib o'tiribsizlar. Yo'q, o'zi nima qilamiz? Nimaga keldik biz bu dachaga? Darknetni 5-qismini olamiz. Xo'p, bo'lmasa qarang, videoni boshida aytdim. Qancha like bo'lsa, bu videoning keyingi qismi chiqishi kerak. 105 ming. Da, topdi. Esladim. Da Gambit. Ochga. Nima ishonmayapsan? Nima qildim sizlarga? Shoshma. Orqamga mana muxbir ekan kirib ketdi, bilyapti. O'zini o'zi qo'rqitib yuribdimi bu? Brat, Orqamga tish urdi. siz nima bizning orqamizdan yugurib qochmadingiz? Sallaga shu savol. Nimaga meni tashab qochasanlar har doim? Mana orqangdan kelyapman, ishingni yopib qo'ygansan. Ishingni yopib qo'yib, savol qarangdan bir nimadir. Orqamdan mix kirib ketdi do'stlar. Buni hammasi tabiat tomonidan senga berilgan jazo. Meni xafa qilganing uchun. Bu hammasi to'g'ri ekansiz. Shoshmang. Gambit aka, qarang, siz o'zi juda g'alati tutasiz. O'zi qarang mana. Bu birinchi marta emaski, biz ham o'zi qo'rqishni ozgina kamaytirdik. Lekin og'zingizni qarang, mana qarang. Qizil o'tibdi og'zingiz beradi. Qarang. Pomada emas-da, bu oqyapti. Ishlab olgan. Nima? Qulfini yuvdim bu. Siz ataylar hozir voy. Men qayerdan bilay, qayerdan og'zim qizil. Sen nima menga eksponatdek qarayapsizlar? Brat, og'zingizni ko'rdingizmi qizarayotganini? Men seni ham labing qizil. Bor maqsad, arqon olib ket. Bor. Olib ketaman, bor. O'rtoqlar, klon qani bu? Hali ham shetda bu. Ochmayman senga ishingni. Siz xohlagan paytingizga tushyapsiz. Biz umuman tanolmayapsizmi, cho'smi? Havo qo'shgani-chi bu odamni. Qarang, Gambit aka, sizdan iltimos. Masjidga sizni bog'lab qo'yamiz. Mana mammetlar temirda, mana uni sudrab yuzsiz ko'chaga chiqa olmaysiz. Davud. Ket! Nima oldingsan? Sindirasan o'z ishingni. Yo'qol. Mendan yomonlik kutyapsanmi? Qara qilib tushuntiring sizga buni. Mana qarang, klonni ko'rasizmi? Balkim ayb sanlanib ko'zingdadir. Aka, kamerachi. Kamera haqiqat oladi. Ya'ni menku ko'zimga nima ko'rish mumkin, jinni bo'lib qolsam, lekin kamera jinni. Tushuntirsiz ko'zingizda mana. Salla aytayotgan narsalar men ko'rmaganman. Kadrga tushgan narsalar, как будто bu AI. Qarang, agarda bizani do'stimni bilsiz, iltimos, mana sizni bog'lab qo'yinglar, turing. Biz hal qilamiz. O'sha o'yinchoqchiga narsa olib siz tutamiz. Talashmangda o'tiring bo'ldi. Hozir. Maqsud arqon olib kel. Men Ber arqonni. Nima bo'ldi? Nima baqishar qo'ysan? u pastda ham mana ishini sindirmoqchi bor kuchi bilan harakat qilyapti. Ishini och deb. Hop, ichkarida nima qiladi u? Bilmayman, menimcha yana Gambitni oldiga kirmoqchi. Gambit oldiga kirib nima qiladi u jinnimiz? Gambitni ko'zini oqartirib klon qilmoqchi-yu, bu klonlarning hammasi. Boylab qo'ymasdan ham prosta chiqmasdan o'tiring, sen ham o'tiraveraman. Aka, siz o'zingizda emassiz. Shoshma, yaxshilab bog'lamayman. Chiqim katta arqon olib kelgin-de. Seriyozmi? Bundan chiqib ketasiz-da. Eng qizig'i arqon hovlidan qattiq olib kelaman hozir men arqon. Pastda, Чемоданni ber. Nima? Чемоданni ber. Chemodanni nima qilasan? Чемоданni ber. Bilyapti. Чемоданni ber. Hop, bu chemodanni berdi-yu. Ketmayapti ham-da, qo'ldagi o'yinchoq bir malom olish kerak-da. Tushunasizlarmi? Qo'ldagi o'yinchoq olish kerak. Mana shu o'zi bilan qattiqroq bog'lab o'rish kerak ekan bitanimcha. Shomil uka,
Sen meni boylab ketganingga qaraganda, sen yoningda bo'lsam, meni ko'proq o'ynab deyapti. Qanaqasiga? Sen ishongin-ku. Nima qilasiz? Ay qo'yga o'xshab boylab ketmagan, men sen yoningda yuraman, tushunarman. Qo'yga o'xshatganlar. O'tgan safar ham Gambitdan bizga chikkoni ushlab turishda yordam bergan. Вот и всё, jigar. Nima yomonlab turdi, yoqashga qarab o'tadi. Yo, men Gambit tarafman-da, brat. Hozir Gambit klonga solib nima qilasan? Keyin o'sha paytda bog'lab qo'yamiz. Demak, hech qachon bog'lamaysizlar meni. Bir marta ishondi deyiz, ishonmiz. Let's go! Nima qilamiz? Missiya nima? Mana bu oyoqchani olish kerak. Qara. So'zlariga e'tibor ber. Xafa qilma meni. Xafa qilma. Xafa qilma meni. Biroq xafa qilmaslik kerak-da. Qalbiga to'g'ri yo'l topish kerak. Chiqamizda, sekin boshini solib, o'zim bitta erkalab beraman. Shu paytda sekin o'yinchoni tortib olamiz. Xafa qilma deb turibdi. Xafa qilish kerak emas, uni xursand qilish kerak. Nima, prosta shunaqa qilsak bo'ldi deb o'ylaysizmi? Singlim yaxshimisiz? Qarang, chiroyliligingizni, qalbingizga yo'l topmoqchiman. Ha, maylimi sizni bir yarim tez bo'lsan, ozgina bundoq boshini silab yaxshi gapirsak, xafa bo'lmaydi, xursand bo'ladi, tushunsan? O'sha paytda prям tik oyoqchani olamiz. Qarang, lekin bu rejizam o'xshamasa, birat ishonib kutmaydi, ey. Men qo'limdan kelganini qilaman, jigar. Davay, qani ko'ramiz. Hop, eshik ochdim lekin, Gambit aka qarang. Let's go. Qo'rqma, jigar, men borman. Davay Gambit aka. Sizga ishonamiz. Yana eshitolsam ovozini. Biz chiqyapti tashqari. Chiq, Maqsud orqada qolib ketma. Qanaqa chiroyli bilan? Chiroyliman. Sen chiroyli emassan, o'zi qo'rqinchlisan. Ha, qo'rqinchlisan. Bu joqqa chiqib keldi. Chiroylisan. Sochlaringni qara chiroyliligini. Kiyimlarini qara yarashganini, omon. Hop, Ko'zlarini qaragin chiroyliligini. Shunaqa ham chiroyli qiz bo'ladi. Tirnoqlarini qaragin. Vau! Men bunaqa lezi ko'rmaganman. Shirinligini qara. Chiroyliman. Voy, вообще chiroylisiz. Qoshlaringizni qarang, terilgan. Menga o'xshamaydi. Qarang, Chiroyli. menga yoqib qoldingiz. Maylimi sizga sevgi izhor qilsam? Qo'llaringizni bundoq qiling. Tirnoqlaringizni qarang chiroyliligini. Men bunisini ham ko'rsating. Bu qo'llaringizga bor-ku. Yarash. Chiroyliman. Nima keling? Sen beni chiroyimdan foydalanmoqchimiding? Men kamda qiz sotdamasman. Gambit aka. Men sotdamasman. Kel, bo'l, kir. Bo'l, kir. Ey! Bunaqa bola baqirmasin, ey. Bilet qiz bola baqirsa boshqa qo'rqar ekan odam. O'tirib qo'ydim-a. Qaytsa o'xshadi-yu detsil, to'g'rimi? Harakat qilib berdim-u. Uncha olamandik-da, lekin Ey chiroylisiz deydimi? Menga Chiroyliman. menga turmushga chiqaydi. Gambit qanaqadir klon o'ylamoqchi. O'zi aslida bor-ku. Ha. Holatimiz juda yomon, lekin Gambit qilayotgan ishlar vashcha kulgili. Lekin eshitdingizmi? U men ukamdek sodda emasman dedi. Men kamda qiz sotdamasman. Qo'lida chikkoni qo'g'irchog'i bo'lsa, demak ukasi chikko bo'ladi. Shunda ukasi uchun qasos olishga kelgan bizning oldimizga. Shoshma, qara. Hozir shunday kelib chiqyapti-ki, endi hozir bizning taxminimiz bo'yicha bu chikkoni opasi va biz ukasini xafa qilib tashlaganimiz uchun opasi qasos olishga kelyapti va chemodanni so'rayapti. Qasos olishga kelgan odam просто kelib turib bizlarni qo'rqitib, bir yo'q qilib ketmaydimi? Boya aytdim-ku, o'yinchoni olib kelgan bizga. Kakta, Chikko eslasang, masalaga oxirgi marta yordam beruvdim. Endi salaga yordam bermaydi. Chikko emas, uni Kobra aytgan. Voy, ko'pligidan eslayam yo'q. Kobra bizga aytgandi. Men sizlarga yordam berishga harakat qildim. Ana endi men sizga yordam bermayman. Вот, как будто bu ham shunaqa yordam berayotganda, tipa. Ha, ya'ni biz o'sha payt foydalanmadik. Mana ana endi shuncha klonga ko'rimiz qolib ketdi. Hozir foydalansak deb yaxshi bo'ladi. Da, qalbiga yana ham yo'l topish. Da. Nima qilasiz endi bu safar? Shuncha qilsangiz, endi bu safar qanaqa yo'l topmoqchisiz? Unga sen yo'qolsan, omon. Xullas bolalar qaranglar, menda reja bor va bu ham bo'lsa, bizni tuzoq qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaranglar, hozir biz oldiga oyoqchani olib qo'yolmaymiz. Agarda bizni, men qaritipani ko'rsam shu to'rani, mashtiga bir entiri bir to'r bormi bizda yoki pardami to'r bormi Maqsud? Adda boya men podolda ko'rgandim. To'r i arqor ham bor edi. Bo'lmasa, podoni olamiz, to'rni qo'yamiz. Mametga mana Mametga chemodanni qo'yamiz va eshik ochamiz, o'zimiz zo'roqqa ketamiz. U ko'radi, chemodan deb kelib, qorong'i-ku bu zimistonda ko'rmaydi. Bu to'r bo'rlashib qolgan payti biza kelib turib, o'sha
shu to'g'ri tortib, sudrab o'yinchoq olsa bo'ladi. Genial! Hozir bo'lsa qarab turganimizdan ko'ra mana shu versiya yaxshiroq va keyin undan keyin o'yinchoq ishli narsalar olib gambit sotamiz. Xo'p, mana shu plan bo'yicha ishlaylik. Birinchi marta videodan nimadir olib yutaylik. Nu hozir biz nima qilamiz? Kimdir chalg'itib turish kerak-ku. Axir gambit aka. Qanday jigar? Sizlar bemalol podvalga tushib, kerakli bo'lgan asbob uskunalarni olgan holatda mashaq kelsanglar, shu yerda ko'rishamiz. Bo'pti. Chiqing. Men bularga cho'rnavoyman. Xohlagan narsasini qildiradi. O'zi chiqaman dedi-ku. Popona, chamadan mandaki. Da, let's go. Chiroyliligingni qara, to'xta, uzoqroq tur, iltimos. Tashqarida. Ana. Juda ham chiroylisan. Chiroylimi? Ha, ayiqching ham zo'r. Sochlaring o'zingga yarashgan. Qoshlaringni qara, bay. Ha. Ebla bo'lmayapti, bo'la qolinglar. Kulishingga alohida 5. Faqat yuguramiz shunda-ne? Ya, juda chiroylisan, ebla bo'lmayapti. Men ko'rmayapman. Stop. Bu qatimi? Nima qo'rqdi? Eshiklar qo'shib ketmasin. Qama sanmi bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olib ketding? To'g'ri bilat. Qanaqadir boshqacha issiq buni terisi. Yo'q. Nimaga kelding? Qama sanmi bu? Do'stlar, Goblin keldi, chimadan tashib ketdi va ketdi. Hamma ko'nglimizga tushgan bo'ldi. Nima? Yana nimaga bo'lay qilib keldi? Manda bas, hammasi o'rnida. Kim bu? Ismim men aytaman. Ismingiz nima edi, popona? Oy. Ismni qarang, ham chiroyli, ham qo'rqinchli. Isabella. O'ylaymanki, qalbingizdan joy topdim. Nima hammasi? Nima jinnimi bular? Yo'q. Sizlarga yordam beraman. Mana. Nima? Nima bu? Hamma qiluvni qo'rqadigan narsa. Nima bu? Bu qanaqadir qizil bosh suyagimi bu? Nimasidan qo'rqadi buni? Ko'rsatsam bilasan. Ko'rsatsam bilaman. Hopsi men shu bilan yordam bermoqchiman demoqchimisan? Mana qurbonim bo'lasanmi? Qosilmasagan jigar. Ey, manma. Klon yo'qmi oldingizda? Bu bo'la qonlarning. Men uni Yo'q. Yeyli. Nima? Bu nima qildi? Kim? Nima kelmayapti? Kimmi? Bu so'zsiz baqiribdi. Bu bizni baqiribdi. Bu nima qotdi bo'tdi? Uklon. Kimda? Bundan o'zaro o'tiradi. Do'stlarim yo'q qiladi. Yo'q qiladi. Gambit bizani yo'q. Ey, sen qatton gapiryapti bu gap. Qatton gapiryapti. Ben qo'lingdagini, ha? Mashina berdi hozir. Ben boshqa chalg'itib tura olmas edim buni, to'g'risi. Nimaga? Mani o'ldiradi. Kim seni o'ldiradi? Ketdik. O'zi nimadir yordam berdi. Tezkin qochaylik. Kim? Mana. Qoching. Yürü. Oy, rostdan qo'rqar ekan. Bu nima bu? Bundan qo'rqdi ekan, ha? Bundan qo'rqar ekan bu. Nima baloli bo'pti, jigar? Qaranglar. Hozir nima qilyapti? Goblin bizga yana yordam bersak keldi. Va mamuni berdi. Va bu narsa hozir bizani qutqardi, to'g'rimi? Lekin mamun bilan qo'rqitib o'yinchoq olib qo'ysa-chi? Undan ko'ra tuzoq qo'yaylik, men bilan nimaga oldik? Mana nima ekan o'zi kalla? Men bilmayman, aka qarang, menga berdiki, klonlar bundan qo'rqadi dedi. Men senga aytdim, mana shu bola yaxshi bola bizga qarashyapti dedi. Ha, shu bola chimadan tashlab ketdi, Nargis kelib turib sizni
klon qoldi. Bu yaxshi bola. Va xushvaqt do'st, iltimos, hoziroq like bosib qo'yinglar va albatta 105 ming ta like kerak bu videoga. Davayt sizlar men so'ragan like beringlar va bu videoning davomi chiqadi. Va biz bilishimiz kerak. Bular nimalar bo'lyapti o'zi? Men masalan tushunmay qoldim. Qarang, mana sizlarga ham video tushunarsiz bo'lib ketmadimi? Tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, tushunarsiz deb yozinglar. Hozir o'zida kommentga tushunarli yo'q, hammasini tushunolmaymiz, murd qiziq bo'lib ketayotganlar, qiziq deb yozinglar. Men bila olaman shundan. Endi to'g'riroq kel. Va shunaqa qilib bir amallar tuzoq uchun to'rimizni ham o'rnatib oldik. To'xt. Ha, ana. Da. Mana. Qarang. Prosta keladi-ku. Mana, mana qilib bersa bo'ldi. Ishonsan, endi deb men tortib sinib tushgan muhimi, mana ichida ozgina vaqt bo'ladi, ishonsizmi? Biz o'sha paytda bundan foydalana olsak bo'ladi. Ana endi chemodan olib kelish kerak. Va bu paytda biz chemodanning ichidagi kitobni boshqa joyga berkitib, bo'sh chemodanni o'zini klonni chaqirish uchun qo'yib qo'ydik. Endi poponani ushlaymiz. Shuncha yer kelayotganimiz yetadi. Kelimizni keladi. Bo'ladi shu paytda Gambitga qarang. Sizga ishonsak, mashta qolib qiz klon kelsam, momentda poylab turasiz-da. Shuni chiqib qo'ldan o'yinchoqcha ola olasizmi? Конечно. Chunki hammamiz qolsak ko'rib, nadir bolgin biladi-da, qo'rqadi. Da. Bekinib turaman. Ushlab beraman sizlarga o'yinchoqni olib beraman. Let's go. Eshigi uchun ochish kerak. Eshik qulfini ochamizmi? Davay. Eshik ochdim, Gambitga qoldirib ketaman. Kamerani tashib ketaymi? Yo'q, kamerani ol maqsud sana. Bu hamma kameramizga ko'ra olamiz, nima deyapsan? Ketdik. Gambitga faqat iltimos borib chiqmang. Yashirib turing. Hamma yopish kerak. Agar biz hozir shuncha tuzoq qo'yib ham goblin bergan yordamdan keyin foydalana olmasak, biz prosta tak yuribmiz, ishonsanmi? Odamlar bizga shuncha aktiv yuribdi. Buni oqlash kerak, ishonsanmi? Bilayapti. Gambit jim bo'lib qoldi. Hozir tuzoqqa qaraylik. Gambit nimaga bunaqa qiladi? Shuncha ishongan payti. Yana klon. Yana ko'zi oq. Eng qizig'i даже goblin etdi. Что, yo'q, Gambit to'shda klon, u sizlarni yo'q qiladi. Ishonmanglar bunga. Ishonmanglar bunga. Endi nima qilamiz? Hozir ko'chaning eshigi ochiq, chimadan turibdi. Agar hozir olmadimi, tuzoqqa tushsa, ishonsanmi? Shoshma, kitob olib kelish kerak. Qolsa mashta. Pastaymi? Gambitga. Agar hozir ham stop. Biz hali bu videoda kitobdan yordam so'ramadik, ha? Da. Shoshma, biz nimaga kitob? Bu vashi Chikko, mana shu Chikko, buni akasi yoki ukasi, shu o'yinchog'i shu uchun unda. Mana. O'lim daftari, xo'p. Kobraning o'yinchog'i. Bu uzun klon. Yo-mayo. Bu yozuvlarni ko'pligini ham qarang. Qizilda ham yozgan. Oho. Bu meni qiz bola klon, to'g'rimi? Da. Xo'p, qara. Shoshma, o'qish kerak. Izabella bu eng qo'rqinchli va eng qo'rqmas klon. Chikkoning opasi. Ana endi tushunamiz. Izabella klon, bundan oldin kelgan bo'y uzun Chikkoni opasi, ya'ni demak bu ukasi. Xo'p, mayli, xo'p. Shu sababdan o'yinchoq bo'lsa, mana nima bu buncha katta narsa? Xo'sh, Izabellaning otasi akasi Chikkodan haqiqiy qotil klon yaratish uchun faqat unga bor e'tibori va mehrini bergan. Qiz otasining e'tiborini qozonish uchun qo'rqinchli sirlarni o'rganib, u kabi shafqatsiz bo'ldi. So'nggi sinovda otasi akasi Chikkoni o'ldirishni buyurganda, qiz haqiqatni angladi. U hech qachon otasiga kerak bo'lmagan va faqatgina otasiga qiz emas, qurol sifatida kerak bo'lgan. Qasos o'ti bilan yongan qiz otasini o'ldiradi. Baji Chikko kuchli deb bilasizmi? Agar otasini o'ldirgan bo'lsa, bu undan ham kuchli. Ammo bu ish bu g'alati qiz uchun ozodlik emas, balki cheksiz vijdon azobi. O'z qo'llari bilan o'z qonini to'kkanini anglab yetgan qiz qilib qo'ygan ishidan dahshatli afsus cheka boshladi va qilgan jinoyatidan chalg'iz uchun otasini o'sha qonli kostyumidan o'ziga kiyim yasagan edi. U tunlari qotil klon niqobi ostida ko'chalarga chiqib, o'zining ichki og'rig'ini o'zgalar qoni bilan yuvishga urinadi. Ammo niqobni yechgan har lahzada u o'zidan nafratlanib, yanada tushkunlikka tushib boradi. Demak, bu mana shu qiz bola klon ismi nima? Ismi Izabella. Demak, bu mana shu Izabellaning tarixi. Demak, hozir qara. Shunaqa bo'ldiki, bu Chikko uchun bizdan qasos olishga kelgan bo'lishi mumkin. Men buni o'qigan, u vijdon azobi qiynalib, shu uchun tipa u otasini o'ldirib qo'ygan uchun qolgan hammani qiynash kerak degan emas-ku. Hozir eng qizig'i mana shu Izabella o'zi qilgan ayb uchun bizdan ham jazolamoqchimi? Davayt, brat, boyagi qanaqadir bosh suyakdan qo'rqayotdi. O'sha orqali o'ziga qarshi kurashsak bo'lmaydimi? Sir, men ideya bor. Sen mashta qol.
Mana Gambitdagi. Bilet, hech foyda yo'q. Mana shunda boya qo'rqadi. Nima qilish kerak? Alo. Ha? Mani oson qo'lga tushirmoqchimi deydi? Yo'q. Qo'lga tushirolmaysan. Yo'q. Yo'q. Nimaga bu bilan qo'rqotdi? Nima bu? Yaqinlashma. Chimadani nima qilasan? Etasanmi yo'qmi? Etmaysanmi? Etmasang. Nima bu buncha? Nimaga buncha? Bosalar. Biz sen haqingda bildik hammasi. Men qotilman. Men qotilman. Sen noto'g'ri ish qilgani yo'q. Sen bo'lsa qilishing kerak bo'lgan ish qilding. Lekin nimaga bu ish hammani bunaqa qo'rqitib yuribsan? Gaplasholmayman do'stlar, men gaplasholmayman. Men o'zim qo'rqaman, ku. Boshqa qilib to'p ketaman, bilet. Men qiziqmayman, nima edi bu skelet? Nima edi bu narsa? Gambit ekan. Gambit aka. Nima bo'pti? Nima bo'pti hamma yoqqa? Maqsud, gapirmaysan, nima edi bu? Men qo'rqib ketaman. Men nima qildim hozirga? Bu xudoyni bu ham ketmaydi yig'lab. Jahli chiqib ketdi buni. Qani? Shoshmay ko'rdim kadirdi? Yo'q, Mahmud bu taraf. Bu tarafchi. Ovozi ham chiqmayapti. Ketdimi? Yo'q, u ketmadi hamcha. Agar svit yonardi ketganda. Ha, bitta yonmasa kerak endi svit. Besli jamoat setyapti. Kimadan beraman kim? Yo'q, o'zi. Boshida qiz quvun keldi, to'g'rimi? Da. Mani xafa qilmanglar dedi. Gambitni klonga yandirdi. Hammaylar Gambit klonligi biz o'sha ko'ndik. Buni shuncha harakat qilamiz. Undan keyin bizga goblin kelib, mana bu qanaqa qizil bosh chanog'ini berdi. Hamma klon shundan qo'rqadi dedi. To'g'rimi? Biz uni oldik. Ma'mur oston qo'rqdi. Hozir o'shani sindirdim, ana bo'lib qoldi. Undan keyin otasini eslatdim, yig'lab yubordi. O'yinchoq olmoqchi edim, lekin yig'lab boshi jinni bo'lib ketgandan keyin olamadim. Endi nima qilaman men? Gambit yotibdi, Gambit oldi chiqish kerak. Nima edi u? Uyga kirib keldi amcharo qiz. Uyga kirib kel, jahli chiqib. Kamerani och. Yo'q. Shibani chiqaribdi. Bo'g'oz eshik sindiradi bu. Bu kim bu? Bu yana boshqa klonmi?